Xo'sh, assalomu alaykum yana bir bor hammaga. Patriot ko'rasizlar, men tepaga qo'limni ko'targanim yo'q mana. Endi qo'limni ko'tardim. Mana bo'yimdan hisob kitob bo'lsalar bo'ladi. Bo'yim 1.79. Mana. Shuncha. 1.80 plus minus bu yer tepa. 1.80 dan yuqori yana. Uy bo'lib qilganmiz, ya'ni hovlini ikkinchi etajdamiz. Bilasizlar, mana boloxona derdik-ku mana. Pastimiz darvoza, darvozani ustiga qilingan xonamiz xudo xolasa. Mana shu yerga bugun mebel olib kelganmiz. Shkafni ham ko'rasizlar, shkaf kichkinagina. Endi nima desak bo'ladi? Shu tarafda uy qilamiz deyishgan ekan, mana shu yerga xudo xolasa olib keldik. Sizlardan chiqib kelasiz, mana shu xonaga tushadi. Shkafni bu yerga qo'yamiz. Spalnisini boshi bu tarafga bo'ladi. Taremosini bu yerga, yana o'zlaricha joylashtirsa bo'ladi, bexijolat. Bitta yotoqni ham yo'l qilganmiz. Bitgandan keyin ham xudo xolasa sizga обязательно video qilib berishga harakat qilamiz. Ketdik. Xo'p, mana xudo xolasa ishimizni ham bitkazib oldik. Ana endi o'zingiz ko'ring. Shkaf tushganini ko'ryapsizmi? Yerimiz sal qiyshiq ekan mana. Bu tarafda zazorni qarang, yana bu tarafda zazorni qarang. Xo'p, shkafimiz aytganimizdek balandligiga 1.80 qilingan. Shkafni balandligi 1.80 bo'lgan, har doimgidek 50 sm. O'sha shkafimizni, o'sha 210 li shkafimizni sizga kichkinaroq variant qilib berganimiz mana shu bo'ladi. Oshmoshlar har doimgidek 4 tadan, faqat buni hamma narsasi o'sha material, faqat bo'yini balandligini ozroqgina qisqartirganmiz. Oshmoshlar vakuumdan bo'ladi har doimgidek, o'rta taraf kiyim taxlashga, polkalar, ikkita taraf kiyim ilishga bo'ladi. Xo'p, mana sizga ishlar. Ko'rinishi, yonlari hamma narsani ko'rsatamiz. Yonlari 50 sm, 40 sm ga 45 sm ga allanib qolmang, xudo xolasa. Mana bizga tremos bo'ladi. Tremosini balandligiga 1.80. Uchta tortmacha, bitta eshikcha. Tortmalari prostoy bo'ladi. Mebelimiz 100% laminatdan bo'ladi. O'tadigan stulchiga обязательно bor. Ikkita to'mchkasi bo'ladi, mana spalnisi bo'ladi. Spalnisi parallelniy mashalka deyiladi. Mana sizga turish. Buni ham ranglaridan, hamma narsasidan tanlov bor. Rang o'zgarganiga puli o'zgarmaydi. Spalnimiz standart 2.10 ga buyurtmish. Xolasangiz buni 2.20 ham qilib beramiz. Puliga ozroqgina pul qo'shiladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa qilish qo'yinglar. Jizzaxga, sizlarga Samarqandgacha dastlab kurslamkasi bor. Qolgan viloyatlarga kelishilgan holat bo'lar. Jizzaxdan Samarqandgacha dastlabkasichida bular aytilgan puldan 1 so'm ortiq bermaysiz. Ko'ring, mana sizga mebelimiz. O'sha gap zakaz qilish uchun telefon nomerlarimizni qoldirdik. Voy, to'y qiladigan aka-ukalarim, opa-singillarim yoki apalarim, akalarim katta-katta bizdan kattasiz. O'g'lingizni uylantiryapsizmi, qizingizni turmushga beryapsizmi? Mebelda to'yingiz kuni ma'lum bo'lgandan o'zi hal qilib qo'ying. Bizga boshdan 300 ming so'm yoki 400 ming so'm zakalat berasiz. Qolgan mebel uyingizga kelib, xuddi mana shunday taxlangandan keyin qolgan pulni sanab berasiz. Tushundingizmi? Misol uchun telefon qilasiz, ukam menga mana shu modeling kerak. Xo'p, mana aka, uka plastikdan senga klik qilaman deysiz, klik qilasiz. Keyin aytasiz, ukajon, mana bu sanada to'yim yoki mana bu sanaga kerak menga deysiz. O'sha iloji boricha bir 4 kun, 5 kun minimum, bo'lmasa 10 kunlarga cho'zilib ketishi mumkin. Bundan buyog'iga sezon, shuning uchun sal vaqtliroq harakat qildi. Chunki hamma mebelchining o'ziga yarasha ishi bor. Telefon qilib turib, uka, ertaga obka deb ayta olmaysiz. Sababi boshqa kunlarda ham o'zimizga yarasha hisob-kitobli ishimiz bo'ladi. Salomat bo'linglar, hammani to'ylarni yaxshi qilib olishlarini so'rab qolamiz. Mana sizga mebelimiz. Ko'ringlar, zakaz kerak bo'lsa aloqa qilib qo'yasizlar.